Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz, qadrli shogirdlarimiz, o'quvchilarimiz. Bugungi tadbirimiz boshqa tadbirlardan ham juda bir o'zini halovati bilan ajralib turadigan buyuk ustoz, sozanda, ham xonanda buyuk bizni ustozlarimizdan biri Ne'matjon Abdullayevni ijodi haqida, ijodi, hayoti, faoliyati haqida bugun ozroq sizlar bilan ma'lumot olishamiz. Bilamizki, bizni mana shu o'zbek milliy san'atimizni mana shu kungacha, mana shu darajagacha yetish kungacha albatta ko'plab ustozlarni mehnati bor buni tagida. Buyuk maqom bo'lish uchun, buyuk san'at bo'lish uchun albatta judayam ko'plab san'atkorlarimizni mehnati, ularni zahmati yotibdi. Shulardan biri o'zbek milliy san'atimizni, mumtoz san'atimizni judayam ko'klarga ko'targan, butun dunyoda uni nima deydi, mavqeini belgilab berishda o'z hissasini qo'shgan Ne'matjon Abdullayev ustozimiz bo'ladi. Bu ustoz Chimkentda tug'ilgan, 1930-yilda tug'ilgan. Endi mana shu aprel oyida hamma respublikamizda hamma musiqa maktablar, ixtisoslashgan maktablarda mana shunday shu tabarruk ustozni yubiley kechalari nishonlanyapti. Ustozni oilasida ham, farzandlari ham buyuk san'atkorlar bo'lib, izdosh bo'lib, hozirgi kunda ijod qilib kelyapti. Ustozimiz maqomlarga, milliy musiqamizga juda ham katta hissa qo'shgan ustoz bo'ladi. Shu fikrimni yana davom ettirish maqsadida ustoz Murtazoqul mahkam domlamiz ustoz haqida o'z fikrlarini gaplashmoqchi. Assalomu alaykum. Endi Ne'matjon Abdullayev vodiyda o'ziga xos ijro uslubi bilan tanilgan mashhur ham bastakor, ham sozanda, ham xonanda sifatida mana ko'p yillardan beri mehnat qilib, keyin yana bir shuni xarakterlar shundayki, juda xushchaqchaq, hamma bilan kelishib ketadigan, juda ko'ngillari ochiq bir inson sifatida bilamiz. Endi ijro masalasida u kishi dutor bilan ijro etganlar. Dutor an'anaviy dutor emas. Mana xalq cholg'ida dutor borki, kalta dutor. Laga so'zlab yoki solga so'zlab ijro etganlar. Chunki an'anaviy dutorda tembr pastroq. Agar xalq cholg'iniki balandroq chiqadi. O'shani mo'ljal qilib, demak, o'sha dutorda ijro etganlar. Uni ko'p yozuvlari radioda, nimada saqlanadi. Keyin ashulalari, bastalagan ashulalari boshqa bastakorlarniki o'xshamaydi. Takrorlar. O'zaniki alohida. Bo'lgani uchun butun haligi O'zbekistonda mashhur bo'lib ketganlar, u kishining ijrolarini keyinchalik ko'plab haligi mashhur xonandalar ijro etgan. Masalan, Abramlar aytgan va hokazo insonlar aytgan. Endi u kishining ijrolari sal soddaroq bo'lgan lekin. Bunday xuddi haligi notni ijro etilardi-ku, shunday bastalaganlarda soddaroq va xalqchilroq jaydari ijro desa to'g'ri bo'ladi. Shunaqa ijro etganlar. Undan keyin xonandalar, mashhur hofizlar unga sayqal berib, sal chiroyliroq qilib, hozirgacha ijro etib kelyapti. Shu tomondan u kishini faqatgina bitta yutuqlari ana shu bastalagan asarlari
elga, ommaga tanilib kelyapti. Yana bir tomoni so'zlarini oddiyligi, xalqchilligi bilan oddiy xalq ham biladi. Hay-hayni oddiy suvchi yoki ishchidan so'rasa hay-hayni biladi. Chunki so'zlari sodda, g'azal emas, sodda chiroyli haligi so'zlarni olib ijro etganlar. Ana shu kishini mashhur qilgan. Endi shu kishini ijro namunalaridan o'sha bastalagan ham ijro etgan shulardan bir ikkitasini hozir birgalikda eshitsangda o'shalardan o'zlaring fikrlaysizlar. Balkim endi bu asarlarni kelgusida mana 10 sinf xonandalar balkim yana aytar. Chunki sahnada ham, boshqa joyda ham ashulalar bemalol xalqqa yetib boradi. So'zi sodda. Shuni hisobga olamiz. Endi shogirdlarimizda sal ijrosida kamchilik bo'lsa, endi uzr so'raymiz. Shu meni gapim shu. Rahmat ustoz, bergan ma'lumotlar uchun. Ham orasida o'zlaringiz ijro qilgan, ustozlar ijro qilgan, tinglagan mashhur asarlardan namunalar oldik. Vaqtimiz chegaralangani sababli ko'p dastur qila olmadik. Shuning uchun sara-saralardan 2-3 ta namuna o'quvchilarimiz ijro qilib beradi. Marhamat, endigi navbatda indamadi Jo'rak Qobiljon shogirdimiz ijrosida tinglaysizlar. Marhamat. Ey güzel halin nedir, verdim savalin demedi. Ey güzel halin nedir, verdim savalin demedi. Mahliya yetti tamam, oftob cemalin demedi. Mahliya yetti tamam, oftob cemalin demedi. Bağını tenha uzu gülünü tirer tan çağıda. Bağda tenha uzu gülünü tirer tan çağıda. Güldeyin külgen çırayı buldu lalin demeden. Külgen mekan kakilin astasılep utsa şemalin demedi. Kakilin astasılep utsa şemalin demedi. Qo'lida gul dastasin menga berar deb o'ylasam, bag'riga bosdi gulim kul der edim men o'zimni behudaga tashlamaga. Der edim men o'zimni behudaga tashlamaga. Bilmedim o kim ile aylar visalin demedi. Yarını tarif edip küylerdi külleden. Çavdırar yerdi közü sürdü hayalin demedi. Külleden
Gönlümde boşka birov sevgen vafadar yaşa. Şu sebep barça sözüm kildim malalın demedim. Şu sebep barça sözüm kildim malalın demedim. Kimdagi navbatdagi ijroimiz sizlarga juda ma'lum va mashhur bo'lgan Hay Hay asari. Bu asarni shogirdimiz Berkin Ozodbek ijro qilib beradi. Marhamat. Tashakkur, rahmat etamiz ustozlarimizga. Mana endigi asarimiz O'ynasin. Bu asarni hamma yoddan biladi, ha? O'quvchilarimiz xonandalik 10-sinf xonandalik ansambli o'quvchilarimiz ijro etib beradi. Marhamat.
Jahongir, sal siljish. Kaşanesin, ölüm ihmal
san'atkor, bo'lajak ustozimiz, shogirdlar. Har bitta ustozni ijodini, ustozni hayotini o'rganish bizning vazifamiz. Sizlarda kelgusida oldilaringdagi oliygohlarda ham imtihonlarda so'ralgan narsalardan biri mana shu. Misol uchun Nemajon Qul Abdullayev kim deydi? Uni asarlaridan namunalar aytib bering. To'g'rimi? Xuddi shunga o'xshagan ko'plab ustozlarimiz bor. O'zbek bastakorlik san'atida o'z hissasini qo'shgan ustozlarimiz bor. Barchalarimizni mana shunday ustozlarni qadrlab, ularning hayoti ijodini o'rganishsak, albatta foydadan xoli bo'lmaydi. Ajoyib ijrolar uchun, tayyorgarlik uchun ustozlarga, alohida ustoz Mahkamjon Murtozoqovga tashakkurimiz, rahmatimizni aytamiz. Hamda o'zini qo'llaridan ansamblni chiroyli qilib, ajoyib tarzda tayyorlagan uchun ustozlarga o'zimizni, shogirdlarga, ustozlarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xudo xolasa keyingi ustozlarni ham kelgusida sizlar tanimagan, ko'rmagan o'sha mashhur ustozlarni ham yana yoritishga biz bahol qudrat harakat qilamiz. Hammalari ishlaringga, o'qishlaringga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat, sog' bo'ling.